O'rtoq, esingdami? Qaysi birimiz birinchi mashina olsa ham, o'sha mashina ikkalamizga bo'ladi deganim. Esimda. Nima olsak ham o'rtada bo'ladi degansan. Jigar, bugun o'sha kun keldi. Mashina olaman. Serios? Olamiz degani. Ay, gap yo'q ekan. Tigo yetib pulini oldingizmi? Ha, shunisidan aka, to'lov qanaqa bo'lyapti buni? Qarang, boshlang'ich to'lovlarimiz 25% dan boshlanadi. Qolganini 12 oydan 60 oygacha muddatli to'lovga olsangiz bo'ladi. Gap yo'q. Bo'ldi. Mashina oldim. Oldik degan. Sekiroy, hop jinniromsan, ha? Nima deganing bu? Nima deganim? Au, ikkalamiz-ku bu. Qattiq ikkalamizki, bor o'zing boshqa ol, jinni. Ishingda nima deding? Billa olamiz, billa o'rtada. Hop, vaqt, shu qat yopish kerakmi? Bu meni ham mashinam qolagancha yopaman. Yo'q, jinni bor sotib ol o'zingga boshqa. Ana muddatli to'lovga berib kerak ekan, bor boshqa ol o'zingga.